Tak, bolalar hammaga salom. Men hozir videoda qanaqa qilib kupon terishni men tushuntirib o'tib ketaman. Futbol, tennis farqi yo'q, stavka qilish. Hop, qanaqa qilib kupon tersa bo'ladi? Men balansimda pul yo'q. Men prosta hozir qanaqa qilib yig'ilishini ko'rsataman. Kuponga kiramiz. Hop, chiqadi. Kuponga kirganlikdan keyin Kun Ekspressi вот liniyada mana shuncha o'yin. Live hozir ketib turganlari mana 4 ta. Hop, biz liniyadan olamiz. Misol uchun ko'proq futbol. Futbolni yaxshi tushunsanlaring mana Germaniya chempionati. Hop, kirasizlar. Bitta g'alaba 1, ya'ni Mainzga 2.2 koeffitsient beryapti. Durang bo'lishiga x ta 3.975 koeffitsient, g'alaba 2, bonus jamoaga 3 koeffitsient. Qo'sharo imkoniyatlar 1x ta 1.4 koeffitsient, 1.2 koeffitsient, 1.7. Ikkala jamoa gol uradiga, agar xani bossalar, ikkala jamoa ham gol ursa, bu sizlarga bu. Yo'q, ikkala jamoa ham gol urmaydi. Bu nimada? 2.6 koeffitsient. Xo'p, endi bu yerdan qanaqa qilib tekshirsalar bo'ladi? Statistikaga kirasizlar. Hop, statistikada jamoaning oxirgi uslubi, oxirgi o'yinlar. Bu yerdan oxirgi marta kim bilan o'ynagan, qanaqa qilib o'ynagan, nechta gol urgan, общий bitta statistikasi bor. Endi bu bilan o'zlaring bilmaydigan jamoani qanchalik kuchli, kuchsizligini bilsanglar bo'ladi. Hop, men hozir bu yerda buni analiz qilib o'tirmayman. Hop, ko'rsatib o'tib ketaman. Misol uchun bu o'yinga 3 koeffitsient olamiz, ya'ni durang bo'lishiga. 3.9 koeffitsient. Bu yerdan bitta bu o'yin emas, kuponga qo'shish tugmasini bosamiz. Bu kuponga qo'shilib, endi nazar chiqib ketamiz. Hop, keyingisi Aroka Casapia deyapti. 1.2 koeffitsient. Bu o'yiniga kirib ko'ramiz. Bu yerda ham g'alaba 1, 3 koeffitsient, 3.6 koeffitsient. Xo'p, biz g'alaba 2 ga tikamiz. Shu jamoa o'tsa, bizga bu narsa plus kuponimiz o'tadi. Buni ham kupon qo'shish tugmasiga bosamiz. Все, nazad. Express liniya 7 koeffitsiyentli Zenit Pare Nijniy Novgorod deyapti. Nomi ham uzun ekan. Hop, bu yerda g'alaba uchun 7 koeffitsient, g'alaba durang uchun 7 koeffitsient. Men prosta durang tanlayman. Nima analiz qilganim yo'q, men ko'rsatish uchun, chista video uchun kuponga qo'shamiz. Yana chiqamiz. Shu narsani xohlaganlaringcha ko'proq olsalaring bo'ladi. Faqat aniq koeffitsiyentlarda olsalaring, qancha ko'p bo'lsa bu narsa, bitta koeffitsient yuqorilashib ketadi. Yana deylik, misol uchun yana durang kuponga qo'shamiz. Все, nazad. Express liniya 9. Bunda ham kiramiz. Hop, deylik, misol uchun bunda ikkitadan ko'p gol uradi, H ga bosamiz, 6 koeffitsient. Kuponga qo'shish. Buni ham qo'shib oldik. Yana bitta tanlab qo'yamiz. Вот. Ikkita va undan ko'p gol uradiga H ga bosamiz. 4.6 koeffitsient. Buni ham kuponga qo'shamiz. Endi bizga yetarlicha o'sha jamoadan yig'ib oldik. Men buni kuponga qo'shmayman. Endi kuponga bosganimizda bizda koeffitsient chiqarib beradi. Xo'p, koeffitsiyentimiz 12.964 koeffitsient. Agar mana shu men tanlagan jamoalar o'tib ketsa, hop, bizda summa qancha bo'ladi? Misol uchun 55.000 so'm uchun. 5.000 so'mga 64.824.000 so'm berar ekan. 64 million so'm 5.000 so'm uchun. Agar bu o'tsa, agar undan ko'proq o'tsa, 648 millionga aylanib ketyapti. 50.000 so'mga 648 million. Koeffitsient katta 6 ta, voqea 6 ta, 129.000 koeffitsient. Faqat bu o'tsagina. Har doim ham kuponlarda 10 talik kupon terganligingda ichidan bitta, ikkitasi kamida o'tmay qoladi. Kamdan kam holatda o'tib ketishi mumkin. Omadlaring kelib o'tib ketsa, 5.000 so'm ham nechadir millionga aylanib ketishi mumkin. Все. Shunaqa qilib kupon tersalaring bo'ladi. Yana qanaqadir savollaring bo'lsa, Ludoman o'z kanalida obuna bo'linglar. Kuzatishda davom etinglar. Yangi videolar, hali oldinda streamlar qilaman. От души поддержка, лайк, подписаться, комментарий.